Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz sizlar bilan video davomida brekket narxlari nimalarga bog'liq, nima uchun ba'zi bir joylarda arzon, ba'zi bir joylarda qimmat, shunga javob berishga harakat qilamiz. Brekket narxlarini asosiy belgilaydigan inson bu shifokor, ortodontist, stomatolog hisoblanadi. Sababi har bir bemorni muammosi har xil, ya'ni unga individual yondashish kerak. Chunki ba'zi bir bemorlarimizda muammo juda ham murakkab bo'lishi mumkin. Unga ishlatiladigan vaqt, ishlatiladigan instrument, ishlatiladigan materiallar ko'p narsani talab qilishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun o'z-o'zidan tabiiyki bu muammo ko'proq moddiy tomonni, moddiy mablag'ni talab qiladi. Oddiy ishlari oson, tishlarida faqat notekislik bo'ladigan bemorlarda tabiiyki bu ishni oson kechishini ta'minlaydi va ortiqcha ba'zi bir elementlarni ishlatmasdan ham yaxshi natijaga erishish imkonini beradi. Bunday holatlarda brekket narxlari yoki uni breketlar yordamida to'g'irlash, davolash arzonroq narxga to'g'ri kelishi mumkin. Moddiy tomonda unaqa qimmatga aylanmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham har bir bemor, har bir shifokor o'zini mehnatiga yarasha haq olgisi keladi. Shuning uchun ba'zi bir joylarda arzonroq narx eshitishingiz, ba'zi bir joylarda qimmatroq narx eshitishingiz mumkin. Bu narsa o'sha shifokorning tajribasiga, shifokorning o'rgangan bilimlariga va bemorning muammosini turiga ham bog'liq bo'ladi. Ba'zi bir bemorlarimiz kelib bizdan shu narsani so'rashadi. Nimaga ba'zi bir joylarda juda ham arzon, ba'zi bir joylarda juda ham qimmat? Ular chunki ikki xil insonga borib konsultatsiya qilib ko'rishgan. Ikkalasida ham o'sha muammo, inson o'zgarmagan, muammo turi bir xil, lekin narx ikki xil. Bunday holatlarda bu o'sha shifokorning mahoratiga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Agar oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, oddiy qalam bilan ko'p san'at asarlarini yaratish mumkin. Faqat u san'at asarini yaratish uchun u insonda qobiliyat bo'lishi kerak yoki ma'lum bir texnikaga ega bo'lish kerak. Agar biz o'sha qalamni oladigan bo'lsak, taxminan narxi 10 ming so'm yoki 100 ming so'm bo'ladi deb oladigan bo'lsak, mana shu qalam orqali o'zini ustasiga, ya'ni o'zini o'sha rassomchilik ustasiga ega bo'lgan rassomga beradigan bo'lsak, o'sha qalam orqali san'at asarini yaratadi. Va yaratgan o'sha san'at asarini xohlasa u $1000 yoki xohlasa $10,000, xohlasa $100,000 ham sotish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki u san'at asarini yaratdi. Lekin mana shu mahoratga ega bo'lmagan inson o'sha 10 ming so'm bo'ladimi yoki 100 ming so'm bo'ladimi o'sha qalamni olib turib shunday san'at asarini yaratib bera olmasligi mumkin. Sababi u yo'nalish bo'yicha o'qimagan, hali izlanishlarga ega emas, lekin u harakat qilib ko'radi. Olib turib o'sha rasmni chizishga harakat qilib chizishi ham mumkin, lekin u chizgan rasmini hech kim sotib olmasligi mumkin. Hech qayerda sota olmaydi. Sababi u bu rasm chizish uchun amaliy ko'nikmalarni o'tmagan, u bo'yicha o'qimagan, o'zini malakasini oshirmagan va u chizgan rasmini hech qayerda sota olmasligi mumkin. Shuning uchun bu yerda asosiy narsa breketning narxida emas, uni breket yordamida davolanish narxida gap ketadi. Shuning uchun ham siz shifokordan breketning narxini emas, tishlaringizni to'g'irlanish narxini, davolanish narxini so'rashingiz kerak. Chunki shifokorlar bizni breket sotuvchi emasmiz. Biz breketlar yordamida tishlarni to'g'irlaymiz, ya'ni sizlarni davolaymiz. Bu shuning uchun hammani davolash uslubi har xil, hamma har xil yo'nalishda davolaydi. Shuning uchun ularning narxi har doim har xil bo'ladi. O'ylaymanki, yuqorida keltirilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Baribir yakuniy xulosani o'zingiz qilasiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmang. Ko'rishguncha xayr.